Allohning bilan payg'ambaringiz sizga mantiqsan. Menga kelgan informatsiya buni dalilsini topdim. Musur kitobi Raupov Fariddin hozirgi kunda Amerikaning Nyu-York shahrida Brooklyn rayonida yashirinib yashab kelmoqda. Aytishlari bo'yicha o'zi tan olgan ateist bachavoz ekan. Men ateistman. Do'stlar, videoni tarqatamiz. Bu faqat Qur'onni haqorat qilib emas, bu payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ham haqorat qilgan va Allohni, ya'ni bizni yaratgan zotni ham juda qattiq haqorat qilgan. Aroma Muhammad payg'ambaringni aytayapman. Gandon Muhammad payg'ambaringni Allohingga qurtag'im o'shani aytayapman. O'sha sen uchun prezident-ku. Meni videomni qo'ldan kelgancha tarqatinglar va sizlarga so'z beraman. Bu yigit xalqdan, butun musulmonlardan kechirim so'ragan videosini video davomlarimda qo'yib o'taman.